Endi ayting. 120 million kirdi. Yo'q, 120 million emas. Rahmat, bunday 120 million desa o'shanda tushunchaga ketadi. To'g'risi men yolg'iz ayolman. Bir o'zim yashayman. Uyim bor. U uyimda 3 yildan beri yashamayman. 3 yil bo'ldi uyda yashamayman. Uyda kirib o'tiradigan variant yo'q menda. Shuni ta'mirlashga menga ta'mirlash uchun yordam kerak. Bank sohasidan qanaqadir kredit bor menga yordam beradi. Shu masala. Uyingizni ta'mirlashga hisob kitob qilib chiqdingizmi? Hisob qildim, to'g'risi hammasi tomon chirib yotibdi. U ham men sostoyaniyasini ko'rsataman dedim, lutcho boraylikda hozir bu yoqda o'tkazib bo'ldi. Ming gapirgandan bir ko'rgan yaxshi. 3 yildan beri sarsonman shu. Bu yoqda 3 yildan beri talab qilaveraman. Ularga bizda hali unaqa narsaga chiqqani yo'q dedi. Mana kecha internetda portlab deyaptiki, beradi 120 million, 30 million subsidiya dedi. Tintagim chiqib ketdi, to'g'risi. Unga borib aytganini qilsangiz, bank unga bermayapti. Bunga borsangiz, bu yo'q dedi. Toshkentda hamma bankka kirib chiqdim. Agar shaharda bo'lsangiz biz berardik deyapti. Siz Sirdaryo viloyatida ekansiz deyapti. Sizda banklar bor, bizning filiallar bor dedi. Shunga borib uchrashing dedi. Shu masala bo'yicha aytman. Oxiri qo'limni shunday siltadim-da, uka. 2 yildan beri Samarqandda qizimnikida yashadim. Mana endi o'sha men ham yoshim bir joyga borib qoldi-da. Uyim eshigimni ochishim kerak, to'g'risi uka. Kelib bularga aytdim. Mana endi dedim bir yo'lini, variantini topib bering uka. Mana bu deputat shunaqa deb aytdi dedim. Keling deb mana chaqirganiga yugurib keldim. Gulistondan keldim hozir. O'g'limnikida vaqtinchalik turibman. Uni ham o'ziga yarasha oila, bola chaqasi bor. U ham oyligi 3 bolalar menga yetmaydi-da, to'g'risi. Men bitta o'zim bitta uyda o'tiraman. Pensiya olasiz? Pensiyam shu 800 mingdan ekan. Endi keyingi 5 yillikda olib men endi hozir bunda oladigan bir oyligingiz 800 ming. Ha, shunda mana yashab yuribman. Endi har bitta beriladigan kreditlar qaytishini o'ylab beriladi. To'g'ri. Endi qaytish manbasini o'ylab beriladi. Qaytish manbasini o'ylab bergandan keyin ikkinchidan birinchi bizning banklarda asosiy maqsadi fuqaroni qiynab qo'ymaslik biz bergan kreditimiz. Hozir men sizga aytyapsiz, oyligim masalan 800 ming deyapsiz. Men uy ta'mirlashim kerak. Va bu kishi bir ikki marta Zokirxon aka taklif etdi, shu 120 minglikdan o'sib qo'yaylik deb. Chorasini ko'raylik deb, endi sizga 120 million so'm ajratgan deylik. To'lov imkoniyatingiz qanday? To'lov imkoniyatim iloji bo'lsa men oxirgi yilda necha yilga beriladi u? 20 yilgacha. Voy yo'q, men 1 yilga qolmay 6 oy, 7 oyda to'layman. Qancha so'mma kerak sizga? Men hozir uyda hisobladim, tamom chirib ketganda. Ana apteka tamom chirib ketgan. Mana qo'llarda yuradigan variant yo'q. Shunga bir marta ko'rasiz. Aka, yana men sizdan iltimos qilaman. Saqlab olaver. Hozir oldim. Sizga ham ta'mirlashga kirdikmi? Ta'mirlashga kerak dedim. Zokirxon keladi, bu qiz keladi. Ta'mirlashga mana ko'rsin. Kecha Gulistonga bordim, prokuraturaga bordim. Bitta bolaga tushuntirdim. Shunday desam, ikkita bolam jo'natibdi meni oldiga. Kelinglarda. Keyin mana shuni hozir mahalla menga xulosa qilib beraman, yozib beraman dedi. Maqsad kirish. Mana shuni O'zi 30 million chiqarib beringlar. Maqsadi mahalla yetkazilish tavsiyasi asosida kambag'allikdan chiqarish dasturiga kiritilgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj bo'lgan shaxslarga iqtisodiyot va moliya vazirligi mablag'lari hisobidan yakka tartibda uy-joy qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash uchun. Maqsadi shu. Qarz oluvchi sizlar bo'lasizlar. Sizlarga qo'yilgan talablar eshitib olinglar. Ipoteka krediti olish uchun murojaat qilgan kunida fuqaro 18 yoshga to'lgan va 60 yoshdan oshmagan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishi kerak. Yakka tartibda uy-joy qurish, qayta qurish uchun yer uchastkasiga umrbod egalik qilish huquqi va belgilangan tartibda kelishilgan loyiha smeta hujjatlariga ega bo'lish kerak. Loyiha smeta qilish kerak. Kadastr bu loyihaga kirmaydi. Loyiha qanday bo'ladi? Loyiha uyning fonamenti kvadrat,
umumiy yer maydoni qancha, umumiy qanchasiga nima qilasiz, necha xona qilasiz, qanaqa idishdan ko'tarasiz, qanaqa shayba, qanaqa profnatsiya. Ular hammasi Qog'oz oldim men. ko'rsatiladi, aytilib. Ana shu loyiha. Ha, loyiha oldim. Tashab ketaman uni mahallangizga. Tashab ketaman deb okey. Prosta o'qib eshittirayman. Ipoteka krediti mablag'lari yer uchastkasiga yoki kadastr hujjatlari bor bo'lgan fuqarolarga beradi. Ya'ni kredit olmoqchi bo'lgan shaxs bilan yer uchastkasi egasi bir shaxs bo'lishi shart. Xotin bundan mustasno. Men o'zimga yerim yo'q. Men bir o'zim menga berishlar kerak. Jentoring foydalanganlik bo'lishi bunda qarz oluvchi tomonidan 24-yil 1-mayga qadar olingan kreditlar hisobiga olinmaydi. Qarz oluvchi birgalikda qarz oluvchiga talablar. Agar qarz oluvchining oyligi yetmasa, deyapti, unga qo'shimcha talablar deyapti. Qarz sherik bo'ladi. Menga yordam bo'ladi, kafe. Mahalla yettiligi tavsiyasi asosida kambag'allikdan chiqarish dasturiga kiritilgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishi kerak. Bunda qarz oluvchi doimiy daromadga ega bo'lishi yoki rasmiy daromadga ega bo'lmasligi mumkin deyapti. O'zini o'zi band qiladi. Faoliyat davomiyligi so'nggi 6 oy bo'lgan bo'lishi kerak. Bir xillar hozir boradi-da. Yo'q, menga 3 yil bo'ldi o'zim band qilgan. 3 yildan beri. Bir xillar yugurib boradi-da. Bugun band qilib boradi, ertasiga bankka yugurib boradi, mana dedi o'zimiz band qilib. Yo'q, kam 6 oy bo'lgan bo'lishi kerak. Masalan, men o'g'lim o'tganim qachon band qildik? Menga 3-yil. O'g'lingiz bo'lsa bu yerda yozyapti. Ipoteka kredit mablag'lari yer uchastkasi yoki kadastr hujjatlari bor fuqarolarga beriladi deyapti. Ya'ni kredit olmoqchi bo'lgan shaxs bilan yer uchastkasi egasi bir shaxs bo'lishi kerak deyapti. Sherigingizni taqdim etiladigan hujjatni nimalarni bankka taqdim etadi? Pasporti va pasport o'rni bosuvchi hujjat, harbiy xizmatchilik uchun guvohnoma, xullas shular. Daromadlari to'g'risida hujjatlar. Nima daromadlari? Shaxsi. Qisqacha. Yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasiga bo'lgan huquqni foydalanuvchi meros qilib qoldirgan umrbod egalik qilish huquqini tasdiqlovchi hujjat. Uy-joy qurilish qonunchilik hujjatlariga belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha smeta hujjati. Boyagi narsalar kerak bo'ladi. Birgalikda qarz oluvchilarning daromad manbalari, doimiy rasmiy daromadi, doimiy ish haq joyidan olingan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, pensiya to'lovlari miqdori to'g'risidagi ma'lumotnoma, borasida qog'ozlar, jamg'arib boriladigan pensiya badallari to'g'risidagi ma'lumotnoma, MPS qonunga to'laysizlar-ku, Xalq bankidagi o'shalar. Agar kimnidir puli bo'lib turib, omonatga boshqa joyga aksiya sotib olgan bo'lsa, o'shalar to'g'risidagi ma'lumotnoma bormi yo'qmi, yo'q bo'lsa kerak. Davlat soliq xizmat organi tomonidan tasdiqlangan jismoniy shaxslar daromadi bo'yicha deklaratsiya, shaxsiy yordamchi dehqon xo'jaligi yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bo'yicha asosiy hisob varag'ida barcha pul shuningdek 10% miqdori bu yuridik shaxslarga, qonunchilik hujjatlarida taqiqlangan boshqa daromadni tasdiqlovchi ma'lumot. Umuman o'sha qarz oluvchining sherigi qanday daromadga ega? Shulardan bittasi bo'lishi kerak. Qarang, necha pulgacha bo'lishi kerak oylik ish haqi? Shuni ayting menga. Necha so'mgacha bo'lishi kerak? Siz 120 million olmoqchimisiz? 120 millionda hozir men sizga hisoblab beraman. Maylimi? 120 million 20 yilga beradi. 6 oy imtiyoz davri bilan. 2008 shu. Mana paxta zavodda, xalq zavodda. Oylik uzluksizmi? Ko'raman, bu yerda paxtadagi uzluksiz ishlaydi. Ular uzluksiz. Xo'jayilimdagi o'rtadan bo'lganda ikkita bor, ikkita. Adin nima ishlaydi. Xo'jayilim boshqa nimada, ular boshqa. Ularning постоянный ish xo'jayilimga endi hozir dam. Avgustgacha ularga dam berildi. Ular sezonniy ish, ularniki ketaveradi постоянный ishlaydi. Mikroqarz olsangiz bo'lmaydimi? O'shani aytyapman, mikroqarz qilaylik deb. Mikroqarz bo'ladi, mikroqarz. O'shanga menga
ko'p endi kerak menga ham. Qancha Olib kerak? aytmoqchi, Endi 100 million olmoqchi edim. 100 100 million million emas, olmoq- mayli 50 oldi, 70 Yo'q, endi ish haqi qanchaga yetsa o'shancha bera olamiz-da. Ikkala qanonda hammi baribir. Ha, ha. Ikkoni oyligi 5 milliondan oshadi-ku. Shunda hammi. Ikkalasiniki bo'lib 5 million oshadi. Ha. Agar ikkalasiniki 5 milliondan bo'lganda edi, 5 milliondan 10 million bo'lganda edi. Voy 5 milliondan bo'lganda Endi qarang, opajon, u oylik olgandan keyin hammasini 2,5 millionni bankka olib borib to'lamaydi-da. Uni bankda bola chaqasi bor-da. To'g'ri, to'g'ri. Ana shunday olib qoladigan hisob kitob qiladi bu davlatimiz. Yig'olmayapmiz-da, to'g'risi. Hali uyimiz qurilib turibdi, mana Zokirxon borib ko'rgan. Remont talab turibdi, to'rxona uy. Bo'shatib tashlaganman, shunday yalang'och o'rgatibdi uyda ish. Uni ta'mirlayapmiz. Bolalar yoqdan bu yerdan ishlab ishlayjin deb pul olib kelib qilyapmiz. Hovlingiz nechi sotiq? 7 sotik bu. Kichkina hovlisi. Hovlim kichkina. Agorod 1 sotik. Hovlim kichkina. Umumiy 7 sotik, shundan 1 sotik agorod. Yuzga tag'ib Ha, uy katta bo'lib ketdi. Kelin olish kerak.